Chortoq tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli Oqterak mahallasida joylashgan 38-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti so'nggi 3 yilda mahalliy aholi farzandlari uchun zamonaviy ta'lim va tarbiyani yo'lga qo'ygan muassasalardan biriga aylandi. Onajonlar, sog'misiz, omonmisiz, faoliyatga tayyormisiz? 2022 yili respublikada davlat aktivlarini boshqarish agentligi mablag'lari hisobidan 7.2 milliard so'm ajratilib, yangi binoda maktabgacha ta'lim muassasasi barpo etildi va foydalanishga topshirildi. Prezidentimizni ta'limga bo'lgan e'tiborlari natijasida bu yerda zamonaviy bino qad rostladi. Ilgarilari ushbu mahallada bog'cha mavjud emas edi. Shu sababli ota-onalar bolalarini boshqa hududlarga olib borishga majbur bo'lishardi. Yangi bog'chaning tashkil etilishi aholiga katta yengillik va qulaylik yaratdi. Ayni paytda muassasada 197 nafar tarbiyalanuvchi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Mashg'ulotlar zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida bolalarning yosh xususiyatlariga mos ravishda tashkil etilmoqda. Tarbiya jarayonida farzandlarning nutqi, ijodiy tafakkuri va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayam uyda bo'lsalar, uyimiz turib ketar. Dadam ishdan kelsalar, anday bilib ketar. Bog'chada eko-burchak faoliyat ko'rsatmoqda. U bolalarda tabiatga nisbatan hurmat, ehtiyotkorlik va mas'uliyat hissini shakllantirishga qaratilgan. Shu bilan birga vatanparvarlik ruhida tarbiya berishga ham katta ahamiyat berilgan. Bolalar davlat ramzlari, bayrog'imiz, milliy qadriyatlar va urf-odatlar haqida tizimli ravishda bilim olishmoqda. Mazkur bog'cha nafaqat Oqterak mahallasi aholisi uchun, balki yaqin hududlarda istiqomat qiluvchi ota-onalar uchun ham ishonchli va qulay ta'lim muassasasiga aylanib ulgurgan. Bu yerda faoliyat yuritayotgan pedagog va texnik xodimlar farzandlarimiz kamoloti, bilim va ko'nikmalarga ega shaxs sifatida ulg'ayishi uchun mas'uliyat bilan mehnat qilishmoqda. Bog'cha jamoasi ta'limdan tashqari mahalladagi madaniy tadbirlar, tuman miqyosidagi loyihalar va ijtimoiy faoliyatlarda ham ishtirok etib kelishadi. Bir necha tarbiyalanuvchilar viloyat va tuman darajasidagi tanlovlarda faol qatnashib, munosib mukofotlarga sazovor bo'lgani albatta quvonarli. Shokirova Gulasal gimnastika bo'yicha respublika bosqichida faxrli o'rinlarni olib keldi. Yil tarbiyasi 2025 ko'rik tanlovining eng yaxshi ijodkor ixtirochi nominatsiyasi bo'yicha viloyat bosqichida faxrli 2-o'rinni qo'lga kiritdim. Qisqa vaqt ichida 38-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti mahallaning kichik avlodini ma'rifatli, bilimdon va faol fuqaro sifatida tarbiyalashda muhim maskanga aylandi. Bu yerda har bir bola e'tibor, mehr va yetarli tarbiyani olyapti. Shu o'rinda ushbu muassasaning rahbariyati, tarbiyachilari va barcha xodimlari fidokorona mehnati alohida e'tirofga loyiq. Ular tomonidan amalga oshirilayotgan mas'uliyatli mehnat bugungi muvaffaqiyatlarning asosiy garovidir. Kelajakda biz bunday imkoniyatlardan unumli foydalangan holda tarbiyalanuvchilarimizni vatan ravnaqi uchun hissa qo'sha oladigan yetuk shaxslar yetkazib chiqishda o'z hissamizni qo'shamiz. Umid qilamizki, kelgusida ham ushbu ta'lim maskani nafaqat bolalarga, balki butun mahallaning ma'naviy ijtimoiy muhitiga ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi markazga aylanadi.